Xo'p, darslik bo'yicha mana birinchi kurs, ikkinchisi ham bor, uchinchisi ham bor, hali ko'rsatmaganman. Xo'p, birinchi kursda mana Combloader, DPS, Touchline, SPS, Terminal, Launch, Xtool, miyalarni tiklash, elektromobillar sxemalar bilan ishlash, BYD, Li-larda ishlash, Inamarka, Launchlarda kalit yozish, boshqa hammasini Immobilizer, Backup, CAN, sistemalarni diagnostika qilish va Aerobag. Va hamda bu birinchi kursda sizlarni gruppaga qo'shib qo'yaman. O'zimizning gruppamiz bo'ladi. Gruppaga har doim podderskada bo'ladi. Agar ishxonada bo'lsam, agar yasaladigan programmalar bo'lsa, yasab beramiz. O'sha kunda, masalan, ishxonada bo'laman. Ba'zi paytda agar shahar chekkasida bo'lib qolsam, agar bolalarda bo'lsa, bolalar tashlab beradi. Ertangi kuni ishxonada o'zim qaytsam, o'zim yasab beraman. Va fayllar beradi. Motor, korobkaga fayllar beradi. Bu yerda ikkinchi kursimiz ham bor. Uni hay ko'rsatmayman, keyinroq ko'rsataman. Va bunda ko'plarni berayotgan savollardan kelsak, yotoq joyi qanaqa bo'ladi? Yotoq joyi kvartira bo'ladi. Xohlasanglar kvartira arendaga, masalan, bu yerda baribir bir kishi bo'lmaydi. Kvartira arendaga snimat qilib birga o'tirsanglar bo'ladi. 250 dollar atrofida kvartira bo'ladi. 3 xonali, 2 xonali zo'r kvartira sharoitlari bo'ladi. Yoki kuniga 100 ming so'mdan gostinitsa olsanglar bo'ladi. Kuniga 100 ming so'm gostinitsa, sharoitlari zo'r, dahshat, stralka mashina hammasi bor. Ana shunaqa gostinitsa bor. Abed o'zimizdan abed qiladigan joylarimiz bor. Shart-sharoitlarni hozir bitta ko'rsatib beraman. Mana shu abed qilinadigan joy. Mana shu joyda polni o'zimning shogirdlarim ham mana shunaqa toza ozuda, mana shunaqa abed qiladigan joylar ham bor. Xullas, kamchilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi baribir odam o'zining ustida ishlash kerak, maksimal darajada qo'limdan kelguncha kamchiliklarni yo'qotib ishlashga harakat qilamiz. Bu yog'ini vaqt ko'rsatadi, xudo xolasa. Hammasi nima kamchiliklar bo'lsa, postependlik qilib ketamiz.